Amerika'nın yeni saylangan prezidenti Donald Trump'ның tashqi ishlar ministri nomzodi. Kengash palata a'zosi va Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining sung'uvchisi Marko Rubio 15 yanvar o'tkazilgan. Kengash palatasining vazifaga tayinlash guvohlik yig'inida Xitoyning 21 asrda davomli Amerikaning gullanishidagi eng cho'ng tahdid bo'lib qolganligini ogohlantirdi. Xitoy qarta izchil qattiq pozitsiyada bo'lib kelgan, bo'libmi Xitoy hukumatining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilishini javobgarlikka tortishda izchil ching turib kelgan Marko Rubio yig'inda o'zining nomzodligi ma'qullansa, Xitoyning Amerika tashqi siyosatidagi o'rni va Xitoyga tutadigan siyosatining yo'linish qandoq bo'lganligiga doir kuchli signallarni berdi. Marko Rubio guvohlik so'zida Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan tangpongsiz munosabatining Amerikaga ilib kelgan oqibatlarini alohida sharhlab, agar Amerika o'zining tutgan yo'lini o'zgartmasa, kundalik hayotida muhim bo'lgan hamma narsada Xitoyga beqinib qolganligini bildirdi. Marko Rubio Kengash palatasi tashqi ishlar komitetining a'zolariga mundaq deydi. Agar biz tutgan yo'limizni o'zgartmasak, bizning bexatarligimizdan tortib, salomatligimizgacha bo'lgan kundalik hayotimizdagi nurg'un muhim narsalarga erishamasligimiz Xitoyning yo'l qo'yish qo'ymasligiga bog'liq bo'lib qoladigan bir dunyoda yashaydigan bo'lamiz. Bu qabul qilgan bo'lmaydigan bir oqibat. Rubioning ta'kidlashicha, Amerika Xitoyning dunyo tartibiga qatnashishini qarshi olgan. Shuningdek, Xitoy buning ne'matlaridan to'liq foydalangan bo'lsa-mu, hech qachon o'zining majburiyati va mas'uliyatini ado qilmagan. We welcome the Chinese Communist Party into the global order. Rubio mundaq deydi. Biz Xitoy Kompartiyasining dunyo tartibiga qatnashishini qarshi oldik. Ular buning barliq ne'matlaridan bahramand bo'lgan bo'lsa-mu, biroq barliq majburiyat va mas'uliyatlarni ado qilmadi. Aksincha, ular dunyoda darajadan tashqari davlatlik o'rniga erishish yo'lida bostirish ilib berish, yolg'onchilik, aldamchilik, xakerlik va o'g'irlik qilish qatorliq vositalarni qo'llandi. Ular buni bizning badilimiz va o'z davlatidagi xalqning badiliga ilib bordi. Rubio Xitoyning kuchayib hozirgidek cho'ng tahdidga aylanishini Amerikaning nurg'un jihatlarda uningga yo'l qo'yish keltirib chiqarganligi. Hatto Xitoyning Uyg'urlarga qabohatli jinoyatlarni ishlashiga yo'l qo'yilganligini ta'kidlaydi. Biz yillardan beri uning taraqqiy qilayotgan davlat qiyofasiga kirib olib, savdoda davomli aldamchilik qilishiga, kengaymichilik qilishiga yo'l qo'ydik. Ular Janubiy dengizdagi taqim orollarni harbiylashtirish va nopos o'rinlashtirishda yolg'onchilik qildi. Biz yillardan beri buningga jiddiy muomala qilib, keskin tadbirlarni olg'icha Uyg'ur musulmonlarining kishilik huquqini dafsanda qilishiga yo'l qo'yishimiz buning bir misoli. Ularga qarata dunyodagi eng og'ir qabihlik sodir qilinayotgan bo'lsa-mu, ammo yillardan beri buni hech kim tilg'amadi. Kishilik huquq masalasi emas, hatto qullar emgakini ishlatib, tovar ishlab chiqarishiga yo'l qo'yildi. Rubioning ta'kidlashicha, shunga Amerika hozir buning chotig'i bilan aplashmoqda ekan. Rubioning guvohlik yig'iniga qatnashgan Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Alfidor Eltabir xonim 16 yanvar ziyoratimizni qabul qilib, uning vazifaga o'ltirisi real siyosatning ehtiyojlariga qarab harakat qilgan taqdirdami, Xitoyning abdi bashirisini yaxshi biladigan birisi bo'lib sifati bilan uni javobgarlikka tortishda ching turadiganligiga ishonadiganligini ta'kidlaydi. Albatta, reallikka qaraganda Rubio burunqidek Xitoyni qattiq tanqidlab chiqarmaydi deb o'ylaymiz. Chunki diplomatik bir yo'l tutish kerak. Albatta, har davlatga o'xshash Amerika o'zining manfaatini oldiga tutib turib qadam tashlaydi. Lekin Xitoyning abdi bashirisini yaxshi biladigan birisi bo'lish sifati bilan Amerika manfaatini oldida tutgan vaqtda yana Xitoyningki adolatsizligi tushunadimmi dedi, xalqaro jamiyatlardan foydalangan vaqtda foydalanib, javobgarlik kelganda qachdiganligini, shuningga javobgarlik tortadiganligini aytdi. U taraflardan yanada ching turishiga ishonaman. Alfidor Eltabirning aytishicha, u Marko Rubioni buningdan keyin Uyg'ur masalasiga davomli ko'ngil bo'ladi deb qaraydi ekan. Rubioga boshdan Uyg'ur masalasini tushuntirishimizga hech kerak yo'q. Shunga mencha Xitoy bilan ching turib diplomatiyani to'g'ri elib mangdigan, Uyg'ur masalasiga kelganda bo'sh qo'yib etmaydigan yo'l tutadi deb o'ylaymiz. Chunki hearingda deganiga qaragandimi, Tailand masalasiga yo'l bildiganligini, hal qilishga tirishadiganligini aytdi. Undan boshqa Uyg'urlarning begunoh lagerlarga tushganligini, buning to'g'ri emasligini aniq aytdi. Bundan keyinmi qattiq pozitsiya tutadi deb o'ylayman.
Marco Rubio guvalıq yığınida özünün Taylandda turib atqan Uyğur musafirlar мәселесіге көңіл bildiğanlığını ta'kidlagan. Rubio Kengash palata a'zosi Jeffrey Merkel'ning navbatda Taylanddagi Xitoyga qaytarilish xavfida turib atqan 48 nafar Uyg'urning Xitoyga qaytarilsa qo'rqinchli taqdirga duchor bo'lmasligi uchun Taylandga xizmat ishlamsiz degan savoliga javoban o'zining shunda qildiganligini aytgan. Yes, and the good news is that Thailand is actually very strong US partner. Lekin yaxshi tarafi Tayland Amerikaning intayin kuchli sheriki. Shundaqli kuchli tarixiy ittifoqdoshidir. Shunga diplomatiya haqiqiy natija beradigan soha. Chunki bu munosabat shunchalik muhim ham kuchli. Rubioning qayd qilishicha, amaliyotda bu ularning dunyoga nima to'g'riliq so'zlayotganligini xotirlatishning yana bir fursati ekan. U bu kishilarning bir xalq ekanligi, bu xalqning faqat millati diniy sababli tutqun qilinib lagerlarga, ya'ni qayta tarbiyalash markazi deb at qo'yilgan o'rinlarga qamalganligini, ularning kimligidan mahrum qilinib, farzandlarining ismi o'zgartirilganligini, hammadan qabihiri ularning majburiy emgakka tutilganligini, amaliyotda buning qulluq emgaki ekanligini ta'kidlaydi. Marco Rubio bu so'zlarni o'tgan hafta xalqaro taratqular Taylanddagi Uyg'ur musofirlarining Xitoyga qaytarilmoqchi bo'layotganligiga doir xabarlar tarqalib, muhojiratga Uyg'ur tashkilotlarini qattiq andishiga solgan bir payt tilga olgan edi. Taylanddagi Uyg'ur musofirlarining Xitoyga qaytarilmoqchi bo'layotganligiga doir xabarlar ba'zi davlatlarda Uyg'ur tashkilotlarining shu davlatlardagi Tayland elchixonasi va BDT musofirlar ishxonalarining oldida namoyish qilish, axborot e'lon qilish va arz sunish harakatlarini olib berishiga sabab bo'lgan. Albuki Alfidar El-Tabir xonimning ko'rsatishicha Marco Rubio rasmiy vazifaga o'ltirib Xitoy bilan olib borgan diplomatik aloqalarda Xitoyning lager va turmalardagi Uyg'ur ziyolilarining qo'yib berilishini alayda muhim o'ringa qo'yish kerak ekan. Har bir masala muhim meningcha, ammo eng oldida shu Uyg'ur yozuvchilari, Uyg'ur san'atkorlari, Uyg'ur professorlar, doktorlar, asosan Uyg'urlarning ziyolilarini eng oldida qo'yib berish uchun harakat qilishini umid qilaman. 53 yoshli Marco Rubio Amerikaning Florida shtatidagi bir kubalik ko'chman oilaning farzandi. Shundaqli 4 bolaning dadasi bo'lib, 2011-yildan beri Cumhuriyetçi Kengash palata a'zosi bo'lib kelgan. Bu jarayonda u Kengash palatasi istixborot alohida komitetining raisi, Davlat Majlisi Xitoy ishlari komitetining qo'sh raisi qatorliq vazifalarni o'tab, Xitoyni javobgarlikka tortish, Uyg'urlarning kishilik huquqini qo'g'dash ishlaridagi kaskin mavqesi bilan tonilgan siyosiy yo'llarning biridir.